Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar. Bugun 2026 2 oyning 13 kuni bugungi naq maydon suhbat programmamizning temasi Amerika Xitoy o'rtasidagi raqobatda Amerikaning Xitoydan qanday ustunligi bor haqida bo'ladi. Endi hozir mana bir qancha yil qatdi Amerika Xitoy har qaysi sohalarda kuchli bir-biridan qattiq bir raqobat bir davriga kiryotdi. Biz ko'rib turibmiz. Bunda bir siyosiy mulohazalarmi bizningki Amerika Xitoy o'rtasidagi munosabatni tushunishimiz shundaqla o'zimizningki Sharq Turkiston mustaqillik da'vosi uchun qanday bo'shliqlar bor bu vaqtida vaziyatni xabarda olib turishimiz intayin muhim. Bugungi bu suhbat programmamizga Amerikadagi Mavla Yas apandim taklif qildim. Assalomu alaykum Mavla Yas apandim. Uyg'ur choyxona suhbatlari programmasiga naq maydon qatnashib berganingiz uchun rahmat aytaman. Va alaykum assalom ukam. Bu ekranni menga berganingga ko'p rahmat. Bu ekran bilan xeyli chiqishib qoldi hozir bu ekran bilan. Rahmat. Endi ilaqi men shu xalqaro 2026-yili vaziyatga tasodifiy munozir deb bir yurish mohiyat jihatdan analiz qilmoqchi. Masalan, Xi Jinping keldi, Trump ketdi. U xabarlardan berayotgan odam bek ko'pga. To'g'rimi? WhatsApp guruhlarini to'shab ketadi. Shunday bir odam O'rta Osiyoga borsa, O'rta Osiyadagilar so'zlaydi, ma'zul bu vaziyatni so'zlayotgan istiqbolmi kunda so'zlaydi. Shu bir turkum bu kundalik vaziyatni so'zlayotganlar noyt ko'pga. Ben burunmu so'zlatdim. Endi men asosiy bu shu Amerika bilan Xitoy bo'lib Uyg'urga munosabatli xalqaro vaziyatning mohiyat jihatdan cho'nqurlab analiz qilishga tirishbaqay deb nim qildimda. Bugun shu xalqaro 2020 vaziyatga tasodifiy munozara tasodifiy deb oldim. Endi buni informal har bir so'zimizni takrorlab turmaymiz. Shuning uchun bugungi ishimizda men Amerikaning Xitoydan qanday ustunligi bor deganda shuning ustida to'xtamatdim. Rasm birga akalang, ha? Rasm birga bo'ldi. Ha, bir. Xo'sh. Mana 2025-yili 11-oyning 29-kuni Rossiya Xitoyga shundoq deb ogohlantirish berdi. Agar vaqtda Xitoy zot Yaponni urimiz upu deb ketgan emasmi? Agar Xitoy bilan Yaponiya o'rtasida to'qinish yuz bersa, Xitoy cho'qim Rossiya Ukraina urush saboqlarini astoydildan o'rganish kerak. Xitoyning faqat harbiy tarafga ahamiyat berishi yetarli emas. Agar Xitoy bilan Yaponiya rost urush qilib qolsa, bu musobaqa faqat urush paraxoti va boshqarilgan bomba bilanla hal bo'lmaydi. Zamonaviy urush endi kim eng cho'ng va eng ko'p bomba portal talaydi, kim eng qattiq vayronchilik qilalaydi degandek oddiy emas. Bu Xitoyning gesti, nima Xitoydan Rossiyaning gestidan boshmaqaldan ilingan gap bu. Rossiyaning endi men shekar Rossiya nima uchun Xitoyni bundaq deb ogohlantirdi? Ogohlantirdi. Rossiya Ukraina urush dastlabda portilganda dunyodagi nurg'un harbiy mutaxassislar Rossiyaning tanka va kurash aeroplanining soniga Ukraina yaqin kelolmaydi. Bu jang ehtimol chaqmoq shaklda bo'lib, eng ko'p bo'lganda bir necha hafta ichida oxirlashidi deb faraz qilgan. Ayni vaqtda Rossiya armiyasi atrofli hujum qo'zg'adi. Aeroplanlar bombardman qilib, tanklar yo'l boshlab, boshqarilgan bomba tang o'q chiqarib, tashqi jihatdan ular ajoyib kuchli ko'rindi. Ammo uzun o'tmayla Amerikaning yetakchiligidagi g'arb bir yurish tadbirlarini yo'lga soldi. Rossiyaning mol mulkini to'nglatdi.
Swift'ten qo'g'lab chiqardi. Swift degan dunyoda pul almashtirgan yer. Uyat bo'lmasa, o'n tiyin pulingni hajlanmaysa, ikkimiz bir-birimiz pul avitmaymiz-da, avitimiz deysak. Swift'ten qo'g'lab chiqardi. Uchurni qamal qildi. Uchurda qamal qildi degan bu Facebook, Twitter, Google butun yerdan Rusning tashviqotini qamal qildi. Uchurni qamal qildi. Ukrainani qo'lladi va Rossiyaga qarshi keng ko'lamda axborot tashviqot ilib bordi. Rossiya harbiy urush qildi, G'arb sistemlik urush qildi. Inglizcha sistemlik deb oldim, inglizchada information warfare deydi. Natijada Rossiya borgan sari pasiv va foydasiz holatga tushib qoldi. Amerika va G'arb Rossiyaning 300 milliarddan ortiq mulkini to'ng'itibdi. Bu pul asla urushning asosiy harakatlarini saqlab qoladi, ammo hozir bir pulni ololmaydi. Swift sistemasining taqilishiga ergishib, Rossiya shirkatlari hatto xalqaro normal pul to'layolmaydi. Buning natijasida dunyo zakatlari keng ko'lamda Rossiyaga bo'lgan dunyo zakatlari keng ko'lamda yo'qoldi. Iqtisod xuddi echilib qolgan jumakdak eqib tushishga boshladi Rossiyaning. Yevropa Rossiyaning energiyasiga qattiq zarba berdi. Tabiiy gaz o'zidinla Rossiya kiradigan kirim ko'rinarli tuallab ketdi. Bu Rossiyaning harbiy xarajat va ommaviy farovonlik chiqimiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Yuqoridagi analizdan Rossiyaning Xitoyga qilgan ogohlantirishning ma'nosiga tushungani bo'ladi. Yaponiya yerim o'tkazgich materiallari va yuqori aniqlikdagi asboblar qatorliq muhim halqalarni kontrol qiladi. Yaponiya ilgari Amerika bilan hamkorlashib, ilg'or yerim o'tkazgich, endi qisqa til desak, chipmi deymiz. Yaponiya ilgari Amerika bilan hamkorlashib, ilg'or yerim o'tkazgich materiallarining Xitoyga eksport qilishni cheklagan. Agar Xitoy Yaponiya bilan urush qilsa, Xitoyga qartilgan jazo texmi ig'irlashib ketadi. Rossiya Ukraina urushda Amerika sun'iy hamroh orqali chorlash, elektronlik nazorat qilish, savdo sonliq ma'lumotlarni to'plash qatorliq usullar bilan Rossiyaning barliq harakatlarini Ukrainaga yetkazib berib turdi. Amerika Yaponiya bexatarlik shartnomasida Amerikaning Yaponiyani har taraflama harbiy yordam bilan ta'minlaydigan aniq o'ttirga qo'ygan. Bu majburiyati bor Amerikaning. Bulubmu Xitoyni yerim o'tkazgich materiallari, yuqori aniqlikdagi asboblar, alayda metal, alayda qatnashish zapchastlari, asosli xom ashyo qatorliqlarni cheklash hamda dengiz yo'llarini taqab qo'yish qatorliq vositalar bilan zarba beradi. Shunga Rossiya Xitoyni ogohlantirib, sen kelgusidagi urushni boshqariladigan bomba va urush paraxoti bilan yengolmaysan. Chipni ishlab chiqarolmaysan. Mablag'laringni litolmaysan. Tashviqot qilolmaysan. Orqa saf ta'minotlaringni to'liqlanmaysan. Bular tinch vaqtlarda ko'rinmaydi, ammo urush mezgilida birsi kam bo'lsa bo'lmaydi deb Rossiyaninki Giltida amaliyoti bu. Rossiya hukumatining fikri Xitoyga ogohlantirgan. Nima uchun men analiz qilib so'zlab berdim. Bu Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi raqobatning birsini ko'rsatdi. Rasm 2 to'sin, mana rasm 2 sal chiqarib qo'yaylik. Amerika bilan Xitoyning nima alaydiligi bor desak, ortiqchiligi. Amerikaning jonliq va yo'linishini vaqtida tuzatishga qodir siyosiy tuzum bor. Amerikaning siyosiy tuzumi har yili dunyo vaziyati o'zgarib turdi. Nihoyat jonliq.
demokratiya chiqsa bir nima qildi, republik chiqsa bir nima qildi. Amerikaning siyosiy tuzumi azaldan jonliqlikni saqlab kelgan 20-asrda bir necha cho'ng tuzilma islohotni boshdan kechirib, krizislarni uzluksiz hal qilib, xalqaro sahnadagi oldingi yetakchi rolni saqlab keldi. Har bir g'orqliq paytda o'zini tangshash orqali Amerika ichki va tashqi krizislarni yengibla qolmay, asta dunyodagi birdan bir darajadan tashqari cho'ng davlatga boshladi. Tarixda Amerika 3 cho'ng islohotni boshladi. Bugun 4-islohotni boshladi. Hozir 4-islohot bu Xitoyga taqobil turishni maqsad qilgan islohot. 1911 yil tortib hozir qadar mana 4 islohotni ipmangdi. 4-inchisi ma Xitoyga bu butun davlatning siyosati degan. Mana islohotlarni men qisqa tunishtirib o'tib ketay. Birinchi islohot 1909 yildan 1916 yilgacha oralıqda ilib bordi. Bu Amerika kapitalining dunyo andisida qat ko'targanligidan derak berdi. Uningdan buri Amerika dunyoda voy emasdi, Yevropada. Birinchi dunyo urushiga puxta tayyorlik qildi. Demak, iqtisod asosini yaratdi. 1900 yilga kelganda Amerika dollarining xalqarodagi o'rni Angliyaning puli pound deymiz-ku. Pound. Uyg'urcha nima deymiz, uni uqmayman. Fon sterling deymiz Angliyaning. Fon sterling deydi-ku. Turistlarga inglizcha o'qiyotgan pounddan ishib 1900 dunyodagi pul sistemasining yangi markaziga aylandi. Shu vaqtda Angliyaning dollar bilan pound Angliya puli ichida intayin qattiq raqobat bo'lib ketdi. Raqobat oxiri Amerika yangdi. İkinci islohot 1944 yildan 1953 yilgacha oralıqda ilib bordi. Bu islohot asosligi pul muomala, pul siyosati va sanoatdan iborat 3 cho'ng sohaga markazlashdi. Bu Amerika dollarining hukmronlik o'rnini texmi mustahkamlab, xalqaro rostchutdagi birdan-bir yadroliq pulga aylandi. Angliyalar hammasi yo'l berib chiqib ketdi. Shundan boshlab hech kim uni tavritolmadi. Bu Amerikaning sovuq urushining yetib kelishiga muvaffaqiyatli tayyorlik qilishiga sharoit hozirlab berdi. Bu ikkinchisi asos pul sistemasida qilib, hozirgi o'sha SWIFT butun nimasini qurib, Yevropalarni Amerika bo'yicha hisoblaydigan qildi. Yevromi tek chiqqani yaqin bo'ldi-ku. Üçüncü islohot Amerika. O 1981'den 1988 yılı 7 yılgacha oralıqda ilib bordi. Bu Amerikani dünya iqtisodining to'xtab qilish soyasidan chiqishga yordam berdi. Yaponiyalarda crisis bo'lib deb dunyo iqtisodlari shundoq vayron bo'lib ketdi. Shoxta Amerika islohot ilib shundan chiqib ketdi. Shu dunyo iqtisod krizisidan. Bu islohot Amerika kapitali va uning siyosiy vakolatchilarining davlat ichi va xalq oradagi ziddiyatlarni boshqarish va kapitalistik tartibni saqlashda qo'llangan ustun va murakkab usullarni aks etdi. Shuningdan tortib dunyodagi hammasi Amerika hamma bundan keyin dunyoni yetakchisi bo'ldi-ki, Amerikaning taqdiri eng yaxshiga deb hammasi qo'l qo'ydi shu islohotdan keyin. Bu islohot 2008-yildagi dunyo xatarlik, dunyo xarakterlik pul muomala krizisidan o'tishga, moliyani tangshashni asliga keltirishga, bozorning kreditni, ishonchisini muqimlashtirishga va kasb darajasini o'stirishga turtki bo'ldi. Muşu 81 ve 87 olmamsa 2008 yıldaki krizisten kutulanmadı. Bu Amerika'nın ağır çekinişten kutuluşuna yardım berip kalmay, Amerika iqtisadını dünya iqtisadının asliga kelishini ilgiri sürdiğen asaslık motorga aylandırdı. Anlaşık mesela dünyada bir iqtisad krizis olsa, Araplar hammasi birinci avval Amerika'nın iqtisadını tüzeydi. Amerika mag'lub soldi. Chunki Amerika o'ng'ish olmaguncha hech qaysini o'ng'ish olmaydi. Hozir Amerika shunda, Yevropa Amerika soldi, Yapon hammasi Amerikani o'ng'ish olmaguncha hech qaysini iqtisod o'ng'ish olmaydi.
Şuna çıkıp dünya xarakter krizisi olsa hemmesi birinci dikkatini Amerika'nın oңuşaşı keldi. Төртінші ıslah. Dikkatimiz bugün buldu. Bu hazır davamlaşıvatıdı. Bunu ıslahatını kılımız degeni xeyli uzun bulup ketken. Lekin bu tunji bunun başlanışı Trump'ın birinci kıtımlık prezident bulunun ahırkı yılda başlandı. Biden bunu davamlaştırdı. Hazır bunu yana kuchaytıvatıdı, bunu texmi kuchaytmış davatıdı. Bu hazır davamlaşıvatıdı. Bunun yadırılık məqsidi Xitayning qat ko'tarishining oldini ilish ve Amerika'nın yetakchilik o'rnini saqlab qilish. Markazi bu shu. Xalqaro ittifoq tuzumi orqali Xitoyning dollardan ayrilish siyosatini parchalab tashlash. Amerika nimishqa yo'q masalan Suriyada İranlıqlarni yaqinda Venezuelada odamlarni tutib nim qildi. Chunki ular Amerika dollardan ayrılması degan siyosatni qo'llanish, uningga yo'l qo'ymaydi. Nima uchun? Amerika 4-chi nisha turib tursin. Amerika 4-chi islohotni yo'lga qo'yishning zarur bo'lishi Xitoyning har xil usul va tadbirlarni qo'llanib Xitoy Amerika jamiyatining har qaysi sohalariga singib kirib, Amerika tarixida eng ajalli xavf xatarni akeldi. Xitoy pul muomala kontrol qilish va josuslik qatorliq taktikalar orqali chet ellardagi ta'sir kuchini zo'r darajada kengaytdi. Bu Washingtonda, Amerikaning poytaxti Washingtonda Amerikaning manfaatini qo'g'dash masalasiga bo'lgan andishini kuchaytirdi. Amerikadagilar rasmiy Amerika Avam Palatasining nazorat qilish va javobgarlikni Sürüştürüş Komiteti, Avam Palatası nurgun komitetler var. Bunu İngilizce'de House Committee on Oversight and Accountability'dir. Bu komite 2025 yılı 4. ayının 17'sinde ispat anlaş yığını içip, yani mani başka yerde Uygurca anlamayısılar. Cuma bunu itip, bu kitapta okup tercüm kıldığı memleketlerge bu yığının mezmununu sözlep etkilip var mı? İspat anlaş yığını içip, Xitayning Amerika'nın her kaysi tarmaqlarga ve mahalle cemiyetleriga umumyüzlük sınıp kirişini tekşürüp Xitay kullangan türlük siyasi uruş taktikalarını umumi bayan kıldı. Bu komitenin reisinin ismi James Comer. Bu komitenin reisi James Comer ispat anlaş yığında agahlandırıp mındak dedi. Xitay allaqachon bir pay o'q chiqarmay Amerikaga urush qo'zg'adi. Bu Amerikan siyosatini bekitgan odamlar necha 10 yildan buyon Xitoy Amerika jamiyatining har qaysi taraflariga singib kirish va ta'sir ko'rsatishga urinib keldi. Uning asosli strategiyasi bo'lsa Xitoyning nishoniga foydali usullar bilan Amerikalıqlarning hissiyotini va harakatiga ta'sir ko'rsatishni maqsad qilgan siyosiy urush qilish. Amerika xalqining fikrini o'zgartirish, ideologiya deydi bu. Xitoy Amerikani siyosiy urush orqali ojizlashtirmoqchi va buning orqali bizni harakatchan urushni unumli ilib bora olmas qilib qo'yish. Xitoy jang maydon hamma yerda bo'ladi deb qaraydi. Bu jang maydon hamma yerda bo'ladi degan Xitoylarning harbiy maktabining boshlig'ining gapi Chao Shanjan deydi. Shuni da hamma yer qilsak bo'ldi. Masalan, suvlarga zahar silvatsak bo'ldi, tog'larga o't qo'yvatsak bo'ldi, chiqargan mollarimizga zahar bersak bo'ldi. Har xil usulda Xitoyni ojizlashtirish degan. Mana bu bo'lsa komitetning raisi James Comerning gapi. Bu endi buning da guvochi berganlar Amerika dengiz armiyasining pensiyaga chiqqan polkovnik Grant James. Bu polkovnik ismi Grant James. Bu ispat anglash yig'inida shundoq dedi. Hamma ma'ni gapi tarjim qilyapman. Xitoy Amerikaning azaldan o'z tuprog'ida urush qilib boqmagan afzalligini zaiflashtirmoqda. Xitoy qonunsiz
fentanyl bilmasizmi, zaharli chekim, hozir dunyoning eng qilgan. Xitoy qonunsiz fentanyl eksporti, Amerikaga eksport qilib, yosmichilik kasbni kontrol qilish va tor josuslik hujumi bilan Amerikaning territoriyasi va jamiyatiga hujum qilyotdi. 2021-yilda Xitoy fentanyl ximiyalik urushda 70 mingdan ortiq Amerikaning o'lishini keltirib chiqardi. 2021-yili 70 ming odam Xitoydan kirgashning o'libdi. Kitobda bu xuddi har yili Amerikaning 4-5 diviziya askarini yo'qotyotdi deydi. Bu Vyetnam urushda qazo qilganlarning sonidan ko'p. Bir yilda o'tgan Amerikaning soni Xitoy shu fentanyl chekimlik bilan Amerika o'tgan soni Amerikaning butun Vyetnamda o'lgan odamning sonidan ko'pga. Xitoy fentanyl xom ashyo ishlab chiqarishga to'liqlama berdi. To'liqlama berdi degani bilmasizmi? Hukumat pul berdi degan gap. Hukumat pul berdi degan gap. To'liqlama berdi. Amerika bu ishga yo'l qo'yib kelyotdi. Xitoy Amerika xodimlarini boshqarish ishxonasiga tor hujum qilish orqali 22 million Amerikalikning shaxsiy hujjatini qo'lga tushirdi. Bu Amerika tarixida tunji qatim yuz berishi. Orliq bizni qo'g'day olmadi. Bu mag'ma Grand Jumning gapi, men tarjima qilib berdim. Va shu yig'inda Avam palata yig'inda bergan guvohimisi. Yana biri men Amerika havo armiyasining pensiyaga chiqqan brigadir generali, uningdiki u ham Hudson institutiga Amerikada eng chong bir tadqiqot, xalqaro tadqiqot organization. Hudson institutining oliy maslahatchisi Robert Spalding. Bu odamning ismi Robert Spalding. Bu odamning ismi. Shundaq dedi. Yana ma tirnoq ichida, Bu odam yeni soğuk urush andizasi allaqachon shakllanib bo'ldi. Bu Xitoy bilan tortdi. Xitoyning savdo, pul muomala va ilm-fan orqali ilib borgan harakatlarining Amerikaga bo'lgan ta'siri harbiy qurol ilishdan ko'p oson, texmi unumlik hamda xatarligi tuvan. Bu degani xatar askar chiqamay qilmay, hech qanday xatarlik qilmay bizni vayron qilib yetib o'ziga ekanmaydi. Xitoy şirketleri kishini jalb qiladigan va'dalar bilan Amerika korxonalarga va pul muomala organlariga ta'sir ko'rsatmoqda. Hamda bu omillar bizning siyosiy musofimizga ta'sir ko'rsatdi. Bizning butun siyosatimiz ta'sir ko'rsatyapti deydi. Bizning universitetlarimiz va ma'rifat sistemimiz iqtisodiy jihatda ularning o'qish mukofot pullarining ta'siriga uchirdi va junguluq chet el o'quvchilarining o'qish puliga ta'sir uchirdi. Haqiqatan necha million o'quvchidan keladigan pul Amerikaga zo'r. Olimlarimiz, bizning olimlarimiz deydi, texnikalarni Xitoyga yutkidi. Shtat va federativ hukumatlar Xitoyning mablag' silishi va yerlikning ishga o'rinlashish besimining ta'siriga uchirdi. Qilmay desa, shtatlar Xitoyga mablag' berdi. Kelayotgan. Chiqirib yetay desa, odamlar ishsiz qilayotgan. Shu besim qoldi deb yozdi. Andan keyin yil hammasi mush guvoh yig'inda bo'layotgan ishlar, mush islohot to'g'riliq bo'lgan. Yale universitetiga Amerikaning eng dongliq bo'lib, qonunda Amerika uchun dongliq universitetining biri. Masalan, burungi Amerikaning prezidenti Nimo Clinton ayol ikkisi Yale universitetida o'qigan. Obamalar Harvardni o'qigan. Bu ikkisi shu qonun sohasida bir-biriga raqobat qiladigan Amerikadagi eng dongliq maktablar. Yale universitetining tarix professori Timothy Snyder mundaq deb ko'rsatdi. Qo'shtirnoqda yana Xitoyning siyosiy urushga oid tashviqot usullari va temalari Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilganligini tasvirlaganga o'xshab ketadi. Buningdagi maqsad urushdan foydalanib xalqaro tartibni o'zgartirish, demokratiyaning inovatini yo'qotish va g'arbning
ichidagi ittifoqqa buzg'unchilik qilish. Xitoy Ukrainani misol qilib Tayvanni ogohlantirib kelyotidi. Xitoy hukumati uzundan buyon Amerikaning Nyu-York, Nyu-Jersi, Los-Angeles bilan tug'an shahar, San Fransisko qatorliq Xitoy nüfusi ko'p bo'lgan asosli shahar va shtatlarni nishonlab keldi. Xitoy axborot xodimlari chet elda qurilgan Xitoy jamiyati va kasb tashkilotlari bilan hamkorlashib kelyotidi desam. Demsang, mishadagi Xitoylar tarbiyalab jasus qilib bordi Xitoy ishlaydigan. Ha? Ma odamning gapi. Mana bular mush isbot. Mani so'zlab berdi, mani boshqa yerlarda anglamaysizlar. Bulan anglash uchun bütün hujjatni anglab, ashlarning ichidan tanlab chiqib sizlarga bu axborot yangi uchurlarni 2024-5-oy bo'lgan bilanmi, sizlar Uyg'urlarga yangi axborot chiqib, uni yangida oshkorladi-ku uni. Men doim ko'rib turman ularning nimasi. Bular mana mushular Amerikaning 4-islohot ilib berishga turtki bo'ldi. Amerika Xitoyning og'dirmachilik harakatiga qarshi turish salmoqini kuchaytiryotdi va doirasini kengaytiryotdi. Amerika parlamenti Xitoyga qarshi turish ismi shumi Xitoyga qarshi turish maqsadida 1 milliard 600 million dollarlik alayda fondini tasdiqladi. Yilning 5-ida tasdiqladi. Bu fonda dunyoning har qaysi joylaridagi axborot vositalariga, Xitoyga qarshi axborot vositalariga va Xitoyni tanqid qiladigan rahbarlarga modda yordam berib, Xitoyning dunyo miqyosidagi yomon g'arazlik ta'siri, inglizcha malicious influence degan mush kongressning gapi juminglar bu. Amerika parlamenti yomon maqsad g'arazlik ta'siriga taqobil turishni nishon qilingan. Bu yana Xitoyning ichiga singib kirish va vakolatchi o'rinlashtirishni o'z ichiga oladi. Xitoyning ichiga aytiga ishpion, Xitoyga va Amerikaning ishpioni bo'lib, Xitoyga borman deydiganlar bo'lsa, beringlar, qilsanglar bo'ladi. Amerika ishpionlarni tarbiyalaydi. Amerikaning ustunligini to'xtatmoqimiz. Amerika dunyodagi eng cho'ng va eng ijodjonlik yakka iqtisodi bor. Hamda odatdan tashqari zo'r iqtisod Amerikaning iqtisodi. Bu yil 2006-yili 1-oyning 3-4 Dunyo bankisining rasmiy sonliq ma'lumotiga qaraganda Amerikaning 2025-yildagi ichki ishlab chiqarish umumiy qimmati, qisqartib GDP deydi. GDP qimmati 30 trillion 600 milliard. Sizlarning Gollandiyaning 1,3 milliard. 1,3. Amerika manda aytganda sizlardan 22-24 cho'ngda 30 million 600 milliard. Amerika GDP'si dünya iqtisodining 27,5%ni egallaydi. Bütün dünyada, lekin o'zining nüfusi arang 4,2%ni egallaydi. Bu boylikda qara, nüfus bütün dunyodagi nüfusning arang 4,4%ni egallaydi. Lekin iqtisodiy dunyo iqtisodining 28%ga yaqinini egallaydi. Shundaqla Amerika 50 shtatdan tarkib topgan federativ davlat. Bu degani har qaysi shtatlar xeyli ko'p avtonomiya huquqidan bahramand bo'ladi. Har qaysi shtat hukumatlari aniqlangan jo'grafiyalik rayon ichida, masalan, men Kaliforniya bo'lsam, Kaliforniyaning ichida qonun chiqarish, ijro qilish va adliya huquqiga ega. Amerikada soqchi hukumatning emasmi, soqchi shtatniki. Har shtatning o'zida soqchi bo'ldi, hukumatning FBI bo'ladi. Bu alaydiligi bir tarafdan strategiyalik manfaatga mablag' soladigan boylik yarata oladi. Yana bir tarafdan Amerikaning bozoriga kirmoqchi bo'lgan davlatlarni tizginlash sistemasi bilan ta'minlaydi. Masalan, Amerika hukumati Xitoyning palonchi man cheklaymiz desa, ma shtatlar uning bo'ysundi. Shunga chiqar nurg'un jihatdan shtatlar qilmas, Xitoy bilan savdo qilmas deysimi, Amerika cheklaydi. Uningdagi rasm to'tib qarsak, Amerikaning Xitoydagi bo'lgan ustunligini so'zlab o'tib ketib boramiz.
Amerika'nın dünya boyunca aldığınki Katar'da turadigan pul muomala sistemasi ve kapital bazarı var. Hamma adam Amerikaga birini satsan deydi. Abi Xitoymuş Amerikadan pul topadi. Misali Amerika dollarining dunyodagi zapas pul bo'lish o'rni bor. Amerika dollari chegara halqagan savdoda eng ko'p ishlatiladigan pul. Taxminan 60%ni egallaydi dunyoda. Qolganlarmi yana masalan men tushuntirib o'tdim. Masalan Xitoy bilan Rossiya amalda dollar ishlatmaymiz, o'zimizning pul bilan qilamiz deyotdi-ku o'zaro. Lekin yana dollar orqali hisoblaydi. Masalan Rossiya bilan Xitoy, okey, men Xitoy pulini xajlayman, sen Rossiya pulini xajlayman deganda darrol bir masala keldi. Bak mening 1 yuan Xitoy pulim sening qanchalik Rus puling teng keldi degan masala duch keldi. Shunda qanday qildi bular? Shu kuni xalqaro bozorda Xitoy puli qancha dollarga teng, Rus puli qancha dollarga teng. Shu orqali hisobotni ilib bordi. Har qanday davlat bir-birisi o'zining puli bilan yana bir davlatdan pul olma. G'ayatda Hindistonmi Amerika Xitoy bilan bilan olganda o'zimizning pulni ishlataylik deydi. Lekin hisoblaganda yana har o'zining shu kundagi dollari Hindiston puli bugun manchilik dollarga tengga, xalq puli manchilik dollar to'larga. Shuning uchun bizning Hindiston puli sening xalq pulining manchiligi bo'ldi deb dollar orqali hisoblaydi. Xitoy, Rossiya, Iran, Venezuela, Gayda, Hindistonmi dollar sizlashtirish. Xitoylar buni million deb dollar sizlashtirish yuzini baqqan bo'lsa-mu, ancha unumi bo'lmadi. Bular dollarda ayirib ish qilib baqal deydi, unumi bo'lmadi. Amerika dollarining o'zgarishi geopolitik jiddiylikqa, iqtisodning ko'p xillashishi va boshqa pul va chiqim sistemasining o'zgarishi qatorliq har xil omillarning ta'siriga uchraydi. Shuni uchrab qarasanglar dollar masalan sizlar Gollandiyaga solsang, gaykuni sizlar Gollandiya jiqroq dollarga yaraydi, vaqt Gollandiya to'rak dollarga yaraydi. Xalqaro sistem qarab turib bu dollarni tanishaydi. Hozirga qadar texi Amerika dollarining o'rnini oladigan pul sistemasining soyisi texi ko'rinmaydi. Amerika dollarining Xitoydan bo'lgan, Amerikaning Xitoydan bo'lgan istallikning biri. Mana 5-rasmga akab qo'ysang masalanga. 5-rasmga. Bana mishat olsun. Onda yana boshqa Amerikaning dunyodagi eng ilg'or, eng ijodchi va foyda oladigan texnikasi bor. Bu Amerikaning iqtisodining kerak sistemasi. Bu Amerika harbiy iqtisodining sifatli afzalligini o'stirishda asos rol o'ynaydi. Amerikaning sifatli afzalligini o'stirishda asos rol o'ynaydi. Shundaqla Amerikaning dunyodagi ta'sirini kuchaytirdi. Masalanga, men so'zlab o'tib ketib mana rasm qarang. Birinchi masalanga Microsoftni bilmasa, ishkimizning kompyuter Microsoft, Alma, telefon, Nvidia degan dunyodagi AI'ni qildigan bu o'zilar 4,2 milliard dollar cho'ng shirkat, chipni asos qildi. Google, Amazon, butun dunyoda kitoblar Amazon olmas. Meta Facebookning ismi. Tesla, mushu 7 cho'ng shirkat dünya texnika bozoriga hukmronlik qiladi. Bularning bozor qiymati g'oyat zo'r. Bu shirkatlarning 7 mushtaqsiz shirkatning qiymati 15 trillion 400 milliard. Bu 7 shirkatning xizmati sizlarning Gollandiyanikidan 10 asli, 11 asli keldi. Bu 7 Amerikada 7 shirkat. İki masalan uningdan keyin Android, Microsoft iOS dünyadagi oldingi qatorliq ko'chma va shaxsiy kompyuter. Bizning ishlatgan kompyuterimiz shaxsiy, telefonlarimiz ko'chma, to'g'rimi? Hamma minib turdi. Ko'chma mashg'ulot sistemlarini kontrol qildi. Bular Amerikaning g'oyat zo'r bozor qimmatiga kafolat qiladi. Telefonning adı, masalan mana da tushuntirib qo'ya Android deydi. Android bu haqsiz va ochiq kodliq ko'chma mahsulot sistemasi. Buning kodini hamma Google ishlab chiqqan. Google'ning telefonlari mushuni ichida kodni ichayotgan kim ishlasa bo'ldi. U asosiy aql iqtidorli telefon va taxta kompyuter qatorliq
ko'chma o'tkinlarga ishildi. Taxta kompyuterga ko'tarib yurgan. Mushunga ishildi. Buni Android deydi. Mushunga ishlatgan sistema Google'ning mundaq qilsanglar. Endi iOS degan, anada iOS dedim. Bu iOS degan bu oldinin, bu uçuq emas, bu kodni hech kimga bermaydi. O'zi tutib qoldi. Ma biz ishlatgan iPhone, iPad, iPod qatorliq ko'chma o'skunlar uchun loyihalangan mahsulot sistemasi. Bu uçuq emas, hech kimga bermaydi. Tutib qoldi. Sen faqat mahsulotni olsa, buning kodini olamaysan. Google'ning kodini ola olaysan. Ondan keyin turda ondan keyin kremi jilg'idiki Silicon Valley deydi. Yani Uyg'urcha qilsam ashta tarjima qildik jumlalar ben buni. Jig'idki Nvidia, AMD, Qualcomm qatorliq shirkatlar dunyodagi chip loyihalash markazi. Bu Tayvan yasaydi. Unga loyihalab bergan Amerika, yumshoq detalni ishlab bergan Amerika. Masalan, sizlar Gollandiyada dunyodagi eng chong chipni kesadigan mashina sizlarda. Uning yumshoq detali Amerikada. Amerikaning yumshoq detali oqmadi. Ular qattiq detal sizlarniki. Bu yerda yana masalan Synopsys, Radian qatorliq shirkatlar asbob saymon zanjirining yuqori qimmat nuqtalarini kontrol qildi. Men mana tushunib, ancha shirkatlarni tushuntirib o'tib ketay. Men birinchi Nvidia, Uyg'urcha o'qisak Nvidia deymizda. Nvidia bo'lsa bu grafik bir taraf qilg'uch loyihalashni asos qilgan shirkat. Kelgusida AI zavodlari uchun zamonaviy chip sistema yumshoq detal loyihalaydi. AI yuqori iqtidorli hisoblash, o'yin, ijod, loyihalash, avtomatik mashina va mashina odam texnikasining taraqqiyotini ilgari surishda cho'ng rol o'ynaydi. Shularning hamma narsani, chiplarni birimli mushu shirkat ishlab chiqarib berdi. Birinchi men ko'rgan Nvidia deydi, Nvidia'da birinchi ishlab chiqdi. Buning qimmati 4,2 trilyon. Bu bir şirketin qismi sizlarning davlat qimmatidan 3 yaslijiq. İkinchisi AMD deb qo'ydi. Uyg'urcha o'qisak AMD demdik uni. Yani AMD deb qo'ydi, qizil qilib qo'ydi. U dunyodagi oldingi qatorda turadigan yerim o'tkazgich. Yerim o'tkazgichga ham chip, qisqart chip desak bo'ldi. Loyihalash shirkati. Uning qimmati naytchu. Üçüncüsü Qualcomm. Bu bo'lsa simsiz texnika yenilik yaratishda dunyo boshlamoqchi. Bütün simsizlikning asos shirkatdan keldi. Uningdan keyin tuandan ko'ryapti. Tuanda uning ostida AI, bulut hisoblash, biotexnika va aviatsiya olam bo'shliqi qatorliq sohalarda davomli yetakchilik qiladi. Dunyoviy universitetlar va tadqiqot o'rinlariga ega. Men oldingi ishimiz so'zlagan oldingi birinchi AI to'g'riliq so'zlagan leksiyada men uningda bulutni sizlarga to'liqlab tushuntirib o'tgandim. Ashyadan bu bulut degan nima ashlarni ko'z anglasanglar oldingi bizning AI to'g'riliq so'zlagan seknida to'liq tushuntirib o'tgandim. Uningdan bu bulut biotexnika. Uningdan keyin bilim mulk. Bilim mulk huquqiy qo'g'dash fan miqdori yetakchilik qildi. Amerika buningda yana tuallab rasm oltiga akasang mana rasm oltiga akasang men rasm akal olay rasm. Amerika akasang Amerika ilg'or yumshoq kuchlari Amerikaninkida masalan ilg'or birinchi qarasanglar men o'xshamagan rangni qilib qo'ydim. Birinchisi ilg'or yumshoq eng ilg'or yoshurun kurashchi aeroplani bor. F-35. Yadro energiyalik aviamatka bor. 11 bor. Baş paraxodlarning energiyasi yadroliq bo'lg'achqa birli chiqib ketsa 86 yil may qochilmaydi, ketaverdi to'xtamay. Her bir aviamatkasi 86 yil mangalaydi hozirqisda. Onun enerjiya kimi qo'llangan de?
Ha, o yadroluk emasmi? Yadro bo'lgandan keyin Yadroxonada o'zida. yadro ketaverdi, energiya nima qiladi? Yadroluk, hammasi yadro bo'lib ketdi Amerika aviamatkasi. Yadro suv asti paraxoti va hamma shu yadroluk degan narsaga energiya qochilmaydi. Ketaverdi bular 50 yil, 60 yil. Yadro suv asti paraxoti va aniq boshqarilgan qurollari hamda olam bo'shligi va to'r urishi qatorliq jihatlarda afzalligiga ega. Buningda hech kim dunyo qilolmaydi. Men bu yerda Uyg'urlarni F-35 ni to'li deydi. Qanday o'qiymiz biz Uyg'urcha F-35 da o'qamdi, F-35 da o'qamdi. F-35 deymiz endi shu. F-35. F-35 men qisqa tushuntirib o'tgitay. Bu Uyg'urlar yamanchiq so'zlab ketadi, chunki bu da Venezuelaga bir boshlanib tutib kelgan hamma yer asos ishiltan Qur'on. Bu yoshurun ham ovozdan til uchadigan ko'p iqtidorli kurashchi aeroplan bo'lib, 5-chi avlod kurashchi aeroplan kitigirdi. Hozirgi eng ilg'or aeroplanni 5-chi avlod deydi, 6-chini loyihalayotdi deydi. Xitoylar biz 10-ga keldik deb po'yitib yuraverdi. Uning yoshurun texnikasi ustun bo'lg'achqa dushman radari asosan uni ko'rolmaydi. Uning loyihasi radarning kesish yuzini eng to'g'ri chekka tushirdi. Radar orqali ko'rdi-ku birini. Radar degan keng qildi. Bu radarning yuzini kesish yuzini mushta qilib qo'ya oladi. Eng to'g'ri chek tushirib, bayqalmay dushmanning havo bo'shliqqa singib kirdi. Bu aeroplanning ilg'or aviatsiya yurishlik zapchastlari 306 gradus ko'rinish bilan ta'minlaydigan operatsiya sistemasi. Bu aeroplanda oldida o'tsa, mush atrof 360 gradusni hammani ko'ra oladi bu lechik. Oldi keyni 40 oldida 4 tarafining nadin kas ko'ra oladi. Va nishonlig'ich aniqlamasi nihoyatda ustun elektr optiklik nishon sistemasini o'z ichiga oldi. Bu F-35 bu umum atalg'ili F-35A, F-35B, F-35C, F-30D deb o'xshamagan nusxalari bor. Xuddi Almanning 1, 2, 13, 14 deb 17 ga chiqdimi? Shunday degan o. F-35 shu F-16dan keyingisi eng ilg'orroq shumi? Shundan keyin F-35 eng ilg'orimi shu. F-15 keyingi. Keyingi hozir. F-16ni ko'rib baqtım, Gollandiyaning davlat musiqasida bor F-16 bir necha qatim ko'rdim. F-35ni ekildi, ekib qas uni ko'rib baqamiz endi. F-35ning birisi 1 milliard dollar ketadi-ku deyman. Sistemamiz. F-35 qisqa uchish yo'lida ucha oladi. U uzun aydirim aeroplan uchganda qisqa bo'lsa 100 metr yerda uchib chiqib keta oladi. 50-60 metr. Uningdan keyin o qisqa yo'l ustida uchib ketadigan tik qo'na oladi. O Amerika dengiz armiyasi quruqlik jang qilg'uchi qismi Marine deydi. Mushundaq deb ataq bo'ldi. Bizning Uyg'urlar Marine deb ataq bo'ldi va Angliya podshohlik dengiz armiyasi ishlatishga mos keldi. Ular asos mushni ishlatdi. O kichik tipdagi aviamatka suvdimi ham quruqlikdimi hujum qiladigan paraxotning mahsulotlariga keldi. Shularni ishlatdi, shularni o'rinlashtirdi bu. Ashla asosiy. O har xil vazifalarni o'rindalaydi. Masalan, havodan havoga jang qilishda. Aeroplan kelsa, aeroplan bilan aeroplan jang qila oladi. Quruqlikqa hujum qilish va elektron urush qatorliqlarni o'rinlay oladi. O qurolliq kuchlarga har xil ahvollarga taqobil turish uchun jonli qurollar bilan ta'minlaydi. F-35ning ko'p iqtidorligi uni zamonaviy harbiy strategiyaning muhim tarkibiy qismi qiladi. F-35 Amerika va uning ittifoqdoshlarining 21-asrdagi asosli kurashchi aeroplani bo'lib qoldi. Amerika havo armiyasi, dengiz armiyasi va Marine qatorliqlarda hozir jami 2445 mushundaq aeroplan bor. Bu hozir dunyodagi eng ilg'or aeroplan. Uning qizil kelsak, uningki Amerikaning dunyoning har qaysi joylariga joylashgan 370 dan ortiq harbiy baza bor. Xitoyning birimi yo'q.
Hərbi bazın bulmasa iş qılanmaysa, nədən biz qurğu baramaysa hərbi. 360 hərbi baz var, 300 mingdən artıq chet elga o'rinlashtirgan askari bor. Dunyoning har qanday bir rayonga tez inkas qaytara oladi. Bu Amerikaning yana bir Xitoyda ustunligi. Uningdan tuanga tushsak, ko'lami va tonnasi jihatda dunyodagi eng chong dengiz armiyasi bor. 11 yadro energiyalik aviy matkisi Amerikaga dunyoni kontrol qiladigan va harbiy kuchini yetkazadigan iqtidorni beradi. 11 aviy matkisi bor. Uning tuanga tushsak, ana ilg'or kurashchi aeroplani va bombardimanchi aeroplani bor. Yer sharining har qanday yeriga yetkaza oladigan strategik aviy atisiya iqtidori bor. Uning tuanga tushsak, ilg'or kurashchi aeroplani bor, ilg'orki buni qilib bo'ldi. Dunyodagi eng chong yadro qurol ombiri bor. Hamda amaliy jangda yadro qurolni ishlatgan. Yaponiyaga ishkini otgan, esimizda bor. Ishkin dunyo urushida. Shunga Amerikaning amaliy jangda ishlatgan tajribasi bor. Undan keyin tuanga quruqliq, dengiz, havo va tor va olam qatorliq armiyasi o'zlik hamkorlashadigan iqtidori bor. Bular birlashib ketgan. Bir mushtaqman iqtidor birlashib ketgan xalqaroda. Dunyodagi eng strategiyalik muhim rayonlardagi shartnoma ittifoqdoshlari va sheriklarini ichiga olgan ittifoq to'ri bor. Masalan, Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti. To'g'rimi? Bu tashkilot a'zo davlatlar Amerikaning eng muhim ittifoqdoshlarining biri. Hozir 30 a'zo davlat bor. Amerika'nın. Xitoyning unda ittifoqdoshlarining birimi yo'q Xitoyda. O Iran deb baqsa, Rossiyada bular ittifoqdosh emas. Sal kelgan bir-birisining qo'ngini yuzini o'rib ketaverdi. Ondan keyin Amerikaning yana qarasak, afzal jug'rafiyalik o'rni. Amerikaning jug'rafiyalik o'rni nihoyat afzal va mo'l tabiiy boyligi bor. Amerikadagi neft dunyo bo'yicha eng jiq. O'zi qazmagan bilan ancha. G'arb yarim sharda Amerikada boshqa cho'ng davlatlar yo'q. Mutlaq ustunlikka ega, chegarasi bexatar, boshqa asosli kuchlar o'rtasida keng okean bor. Boshqalar kirman desa, har qanday odam Amerika hujum qilmay askar aytmasa, oyoqdan kirmansa, Atlantik okeandan kirsa bo'ldi, moyoqdan kirmansa, Tinch okeandan kirsa bo'ldi, va Kanadalar Amerikaning bir qismi desam bo'ldi. Undan keyin oxiri tangdossiz yumshoq kuch va madaniyat ta'sir kuchi bor. Shundaqla Amerika xalqining jasorati, irodasi, vatanparvarligi bor. Mana bugun budaqida maslanga, mushuni maslang endi bir-birlashsin. Amerikaning bu yumshoq kuch degan nima? Amerikaning yumshoq kuchi nima? Xitoyning yumshoq kuchi nima? Qattiq kuch degan nima? Amerikaning qattiq kuchi nima? Xitoyning qattiq kuchi nima? Mushlar to'g'riliq biz bir-birlab Anaki Amerika iqtisodiyla Xitoy iqtisodiy mushlar turib hozirgi Islamda bu 10 dak bo'ladi. Bundaq boqarib qo'ydim kunda. So'zlab o'tganmiz. Mana bugun men Amerikaning Xitoy ustunligi to'g'riliq analiz qilgan, tadqiq qilganlarimni sizlarga sundim. Mana mushuni. Rahmat Mavlanka, bu chiqmas mumkin hammani tafsil so'zlab tushundingiz. Endi hozirgi bu biz endi Facebook'da taqilgan nimalardan, xabarlardan ba'zi Arabdan nimalardan ko'rmaymiz, ammo Xitoyniki hozir endi bu raqobatda Xitoyning o'yinchilik nimalar bak tushib ketdi, iqtisodiy nima bo'lib ketdi deb qilamiz, lekin bu to'g'risida bizning bu aniq bir nimalarni u yerda ilishimiz yo'q-da. Siz bu diqqat qilgan nimalarimiz bormi? Baba buningda agar Xitoy iqtisod to'g'riliq shu nimada Beijing, Shanxayda cho'ng shahar Xitoyniki uy bosi shiddatdan bak tushib ketdi. Xalqlar tushib ketdi, lekin bizning vatanda ham uy bosi undaq yana burunqidek qimmat deydi-da hamda. Qara, Shanxay, Beijing eng oxirgi mudda Beijingda 22% tushdi. Va bu statistiklar Xitoy uchun chiqqan hamma iqtisodi bor. Men kunda 8-18 soatda xabar anglayman. Men mishat telefonimni xizmat qilib telefonimni qo'yib qo'ymayman.
Uyg'urcha bor, Uyg'urcha oldigan 80% suhbatlarning, xabarlarning hammani anglayman. Xitoycha xabarlarning, Amerikaning, bo'libmi Amerika institutlarining xalqaro bergan nihoyat yaxshi xabarlari bor. Undan keyin mavo Tayvandan bir necha olimlar bor Xitoyning qilgan. Bu iqtisod, bu to'g'riliq to'xtsak bo'ladi, tushib ketdi uningda Xitoyning endi Xitoyning bir olayligi bor. Yosh Xitoylik hozir uy bahosida Beijing dedingiz 25% tushib ketdi dedingizmi? Ay ba'zi xabarlar undan bek tuvan yuqori deydi hamda bu sabab nima buni qachonlar tushib ketishini? Pul qolmadi xizmatda. Hozir masalanga birinchi bo'lsa masalangada Xitoynikida hozir masalanga qancha har yili bir 20 million 15 million o'quvchi maktab bitirdi, xizmat yo'q. Hozir 40 yoshdan yuqori odamni asosiyatdan xizmat olmaydi. Birinchi Xitoyda yerlik qarzi intayin ko'payib ketdi. Yerlik qarzi hal o'lkalarning, shaharlarning. Bu qarza Xitoyninki yer mulk qarzidan ko'p. Buni butun hukumatlar uni to'layolmaydi. Buni qilolmaydi. Bankning burun qarzi bergan uy mulkka silib ketgan mablag'. Bu uy mulk degancha qara. Sen bir binoni silib qo'ymasang, u binoni silib sen pul topsang bo'ladi. Pul topamsan, o bino degan pul yeydigan narsa. Remont qilsa, uy mulk Xitoyning butunlay asosiyatda uy mulk cho'ng shirkatlari burunqi hammasi asosli 70% vayron bo'lib ketdi. O'zlari Xitoy o'zlari e'lon qilgani qaraqanda. Hozir burun birinchi Xitoy masalanga Urumchilar ikkinchi, uchinchi qatlamdagi shaharlar kirdi. Ularning bahasi masalan eng oldingi Beijing, Shanxaylar bu birinchi qatlam Yishan deydi. Yishanni Xitoylar hech qachon bahasi tushmasa bo'ldi deydi. Lekin hozir mushtlang'i tushib ketdi. Shanxaylarning ichida shundoq shu masalanga Shanxaylarda birsi 6 million olgan uylar 2,5 millionga sotilmay o'tibdi. TikTokda shunday so'zlaydi, ochiq qo'yib o'tadi, so'zlaydi. Undan keyin ishkirda Qay shaxsiylar hukumatdan uy oldi. Hozir xizmatidan butunlay ayrildi. Xizmat yo'q xizmatda. Uyni to'lanmaydi. Shuning bilan u uyni lekin bankaga pul to'lamasinmaydi. Shuning bilan qanday qildi desang, osh uyni sen bundan keyin to'labla olaman desang, sen o'sha uyni bekor berdim deydi. Va shuni qutulsam bo'ldi, sen bundan keyin bankaga to'lab mansang bo'ldi deydi. Pul to'lmaysa, osh uyga kirib burun buni bankaga to'lagan bo'ldi. Hammasi qilib o'tirib ketsang bo'ldi. Pulni to'lsang oshning odam chiqmaydi. Urumchida baho sal o'sishi uyning bo'ladi. Chunki Urumchiga hozir va Xitoylar Sharq Turkistonni men Sharq Turkiston boyligi to'g'riliq so'zlaymiz. Sharq Turkistonda hozir ular iqtisod nurg'un ichishni masalan AI markazini nima qumliqqa qo'ydi. Qumulga. Tan qildi. Urumchini hozir masalan butun o'sha O'rta Osiyo to'g'riliq oshaqlar mangdigan, hatto Pokistonlik oshaqlar mangdigan markazga aylantirdi. Shuning uchun Xitoylar daryodek kelyapti. İçinde işsiz qolganlar oshaqda ish izlab kelyapti. Guldirlabganki Urumchining uy bahosi sal o'sishi o tabiiy. Lekin u Xitoyning umum iqtisodiga ta'sir ko'rsatmaydi. Hozir Xitoy databasini Urumchiga taklimoqonga yutkavyapti. Hozir avvalda shu cho'ng texnik shirkatlarningki ko'pinchisi bizning vatanga qurg'ul turibdi-ku hozir. Ha, shu. Necha nurg'unlagan mablag'larni silib, hatto mushualaqi Beijingdagi Osiyo nimasiga o'nimalqi xalqaro cheklayotgan birdan jazo nima qilgan. Uma shu atalmish Abdumroyim bilan shu Allah nima qilib to'xtam tuzib shu oqsina cho'ng bir eng yuqori texnikalar nimadan birini quribdi-da, tajribaxondan birini. Ana mushtaras xabarlar anglaymiz va istiqlolnikidan jiqroq birdi mushta yangi xabarlarni shu hozir diasporada yangi xabarlar hozir istiqlolni ko'rgan bo'ldik-da. Ana shu anglayapmiz. Undan boshqa biz bilan nurg'un texnik narsalar bor. Ana mush bizning vatanimizda nima bo'layotdi, nima ishlayotdi, chiqayotgan video emas, bizning Xitoy qaysi mablag'ni nima salayotdi, qaysi shirkat ular nima ishlab chiqardi, mushni ham ozroq bir markaziy ishlab baqsa qildi-ku. Endi buningga izlab xalqaro vaziyatni qiyghashdan tang ko'pinchisi bizning vatanga bakrak qarasaqchi
bu Xitoylar endi nima ishlar qancha lobsani o'tkayotidu, nima ishlar bo'layotidu, shunday qilib yangi nimalarni. Menmi anglayman. Masalan, Chen Wang'ninki kirib anglayman. Xitoylarniki. U endi Xitoylar Sharq Turkistonga silayotgan mablag', ichayotgan shirkatlarni keng ko'lamda tashviq qilyotdi. Chunki ularning strategiyasi shu yoq burildi. Bu yerda yoshirin yo'q. To'rdilni topa olaysa buni. TikTok Xitoy to'rlari kirib topa olaysa bularni. Ya to'rdini shu topamiz. Maqsad ana dedik-ku, bu yerdagi narsa ko'pincha shu xalqimizga bildirish-ku bu aytmasligimiz. Maqsadim bu. Hozir sizlar biz o'tirib so'zlasak buni o'zimizmi iznib ko'ralaymiz. Lekin maqsad xalqqa bir narsani anglatish, xalqqa bir narsa bildirish. Siz shu xalqqa anglataman, xalqqa bildiraman deb necha soat vaqtingizni sarf qilib, bu materiallarni to'plab so'zlayapsiz. Shunga biz ko'pincha diqqatimizni o'zimizning masala qaratishlardan zot Sharq Turkistonda bu Xitoy tajovuz hukumati qanday yuqori texnikalarni shirkatlarini taraqqiy qildiryapti. Qayerda, qanday mushaqqida nima uchun aşağı o'tkaydi Xitoyning boshqa o'lkalariga qilmay. Mushaqqida bir jiddiy bir iznib, mushaqqadan bir suhbat o'rlashtirib baqsaq bo'ladi. Bo'ladi bundan. Endi masalanga bu suhbat necha xil bo'ladi. To'g'rimi? Biri ochiq suhbat, sen savollarni tayyorlaysan. Sen savollarni tayyorlab, meni demsa ya bir necha odamlarga deysa, shuning qarab biz tayyorlik qilib suhbat o'tkazamiz. Sen abay savol masalan, ashta savollaring bo'lsa, yo'llasam men shuning qarab, sening savollaring qarab, men o'zimning fikrlarimni tayyorlayman. O bir xil ochiq suhbat. Biri kasbiy tadqiqot bugunkidek bunda kasbiy tadqiqot xarakterli bo'ladi. Bu masalan men Amerika Xitoy o'rtasidagi mushuni da'vatman, mushuni qanday ortiqchiligi bor Amerikaning. Xitoylarning o'rtasidagi bu ilishish, bu Amerika bilan Xitoyning ilishish Uyg'urlarning tut masalasiga intayin muhim. Masalan Amerika mag'lub ketsa Uyg'urlar jini qolmaydi degan gap. Dünyada Uyg'urning ovozi yo'qolib ketadi degan gap. Yaqinda Erkin Osiyo radiosi yana kelib qilishi mumkin. Shuning uchun men mushu kasbiy sohalardagi mushu cho'nqurlagan mandaq yerlardan analiz qilyapman. Yaqinda xeyli tutib qoldi. Men Sharqi Turkistonning boyligi deb butun boyliqlarini aşnaşır Xitaylan aşı sen degan masalalarga kirib ketadi. AI'ning databasini ashlarni xeyli bir yerga olib qoldim, tadqiq chiqib ketib borman. Hammani misal nurg'un Uyg'urlar Sharq Turkiston boyliq deydi. Nima boyligi bor tuzuk uqmaymiz. Men ashlarni bir-birlab tadqiq qilib, hammani Xudoyim buyursa, alhamdulillah, Xudoyim buyursa chiqimiz. Masalan, sahabay degan nayt yaxshi. Sen ashta bo'lgan bo'lsang, masalan, ashta savollaringni yig. Masalan, savollar yig'ilgan degan savol qarab, ashning masalan men ashning qarab o'zimning fikrlarini, analizni, tadqiqotlarini ashak markazlashtirib bir yurishni yig'ib chiqib, sen bilan suhbat ochsam bo'ldi. Ya bo'lmasa ashni bir necha odam bor, bir 2-3 aylar tang chiqsaq bo'ladi. Yaxshi savol. Undan boshqa hozirgi mana Amerika va Xitoyning bu raqobat nimalar bu qadar kuchayotgan mezgillarda biz Uyg'urlar qanday fursatlardan foydalana olamiz? Masalan, mushu bir cho'ng temichi hozir. Ana o'sha Xitoylar Amerika qancha ko'p tutishgan sira biz qanday bir xristianlar qanday fursatga kelib qoladi. Buni biz Uyg'urlar bizningki da'vo ishlarimizni qanday yapmaymiz? Lobbichilik nimalarimizni-chu yangi bir narsani o'tirib chiqarishimiz kerak-da. Bu narsa hozir bizning bu diasporadagi epirilayotgan bizning ahvolimizni ko'ryapmiz hozir. Bu kunlik suzish yo'q, namoyishga chiqadigan odam yo'q. Hozir buni hamma davlatlar ancha Uyg'urning gapi bo'ldi, hozir Uyg'urning gapi bo'lmayotdi. Amerikami texi. Endi Amerikada nurg'un Uyg'urlar nimaga sulab qo'yapti. Nima aloqa yangi bir nima qildi-ku? Ya deb anda xabarlarni anglaymiz, ularning yo'lini kim mangdi? Amerika tashkiloti mangmayapti uning yo'llarini. Ana ash Uyg'urlarni yo'q, vatanlik Uyg'urni bir Uyg'ur qutqizolmagandiki, men chet eldagi, mush Amerikadek unda Uyg'urlarni qanday qutuldirishning yo'llari bor. Qara, hozircha ufka. Dunyodagi Uyg'urlar qarasang, heliq bir ritmsiz, bir yurish heliq patkaladek u yoqdan bu yoqqa yugurib yurdi. Men a vaqt dedim Uyg'urlarda masalan Yahudilarning APEC bor.
APEC bütün dünyadaki Yahudilerin her teşkilatlarına yol gösterdi. Amerika'da mesela Aksaray prezidentler özü dünyada ma siyasetini manda kılma dep Aksaray'ın içi oturup çıkamaydı. Bulağa nemiş kıldıgan doğruluk Amerika'da Hudson degendek nurgun institutlar var. Şular xalqarada her bir işe nemiş kıldı, nemi kıldı, tadqiqat qilib, şu tadqiqatlarni Aksaray'a yollaydı. Şunundan prezidentler özüge layıkını alırdı. Benim deydiğim Uygurlar mı? Benim deydiğim bir buna bulmaydı. Akılla. İşte bir grupsu olsa şu grupa dünyadaki emniyetki Uygur siyasetlerine, Uygur teşkilatlarına manda kılış gerek, manda kılış gerek dep siyasetlerini bekitip bir yollarını kösetse o vaxtida biraz yaxşı oladı. Lekin hozir ben undaq birinin bo'lishninki texmanda bir turqini sezmedim. Onundaki Uygur teşkilatları asli Amerika'da mı mesela etsek burun biz yinkegen onun teşkilat bo'lgan keyin birlik kelayli deb bir Uygur Amerika birleşmesi kurgandı. Doğru mu? Hozir yana bir talay teşkilat bo'lib ketdi bunun içinde. Birlik yok. Emmiz özünün pulunu gaylat sadece dikkat için pul için işleydi. Amerika'dan Indiyadan pul alsam şu pulunu alıp gelsem onun bütün dikkat ancımı sözlep koygamda pulumunu qoğdursam. Ben maaşımını ip yavatime, men yavatime, işte bunun hıyalda ama Uygurlarının derdige men bana paydı geldi men yavatime. Şunun bile ma Uygur'un müstakil bu hareketler doğruluk yok. Bu doğruluk bir mında münazır kıysak buludu, mında söhbet atsan buludu. Bir mesela sen bir üç adamını çağır, eğer beni çağırsan ben mi çıkay? Bu doğruluk benim mesletlerim var. Kimsen mi şu? Məndən adamı üç xil yoldaşı səknəni qılıb ketib barma bir ayını üçüncüsü çıxdı yaxında Xudayım buyursa. Manım akit barma. Yani məsələn muşa düşünüş gerek Uygurlar deyiş məsələn mana Amerikanın əvzəlligi bütün Xitayda əvzəlligini bugün göstərdim. Məsələn dünya urushda asas ilişidigan hər bir yumşaq kuş var. Hər qattiq kuş degan hərbiy. Yumuşaq kuş nima Amerika bilan ilişib ketgan, Rossiyani vayron qilayotgan xalqaro Amerikaning yumshaq kuchlari, qattiq kuchlar emas, qattiq kuchlar avatgan qurollarim bor, yumshaq kuchlari. Mush Xitoyning Amerikaning qanday yumshaq kuchlari bor, ortiqlari bor. Mushlar to'g'riliqmi tadqiqot qilib ketib borma. Boshqa narsalar to'g'riliq bo'lsa, savoling bo'lsa. Mesela deganki biraylanmış Twitter'da meni at qilib mana birini chiqarib qo'yibdi-da. Ekran deydi hamda qochirilgan tarix pusat deydi. Tibetlerin beşikə qondu dövlət quşu deb Abdurrahimə ciddi bir programı lazım deb ma o Şizan avazı, Tibet avazı deb çıxarıb qoyubdu nəsnikni. Bunu qarasam hazır hamda bu yeni xəbər ekançı bu xəbər. Tibet avazı 2026 yılı ise 12 fevral deydi. Amerika parlamenti yakında 2026 yıldaki umum meblağ ajratish qonunida ma'qullaganda Kengash palatasi ve Om palatasi meblağ ajratish komitetleri birlikte bir izoh bayonot e'lon qildi deydi. Bu bayonotda aniq qilib mundaq deyilgan edi. Markaziy Tibet hukumati surgundagi Tibet hukumati deb qaralish kerak deydi. Ya'ni Tibet markaziy hukumati surgundagi Tibet hukumati deb qaralish kerak deydi. Demakchi hozir Amerikaniki ichki cho'ng palatasiniki diqqati hozir Tibet surgun hukumatiga og'diryotida nurg'un mablag' ajratib ma'nosi ekanda. Men haqiqatan bir jiddiy shaklda Tibetlardan bizningki taqdirimiz o'xshash. Har ikkili millat Xitoy tajovuz hukumatidan mustamlik qilingan, ikkilisining siyosiy taqdiri o'xshash, diasporada olib borayotgan nimasi qarasak, da'vo ishlari qarasak, Tibetda bizdan nihoyat ilg'orda ular nimalarniki. Her yılnisi Tibet hükümetiga Tibetler şu kadar cık Amerikanınki imtiyazları bahman buldu ki neç milyonluğun pullar alalayken. Yani bizninki onun çalışkan bektüvende. Yani bana müştak bir nersen ana alısı kırıp onu yalnız beceremez bir kaç adam çıkıp. Aslında bizim bu şu teşkilatın çoğun şu oldu septe nimkavat kallarım çıkıp halklarla bir azdır bir söhbet etkizip baksı buldu şu bu neksnede. Ya buludu hem de adı işkimizden sözler atkan bugünkü temadın jirakat. Hozir birisi buni Twitterda mana yezib Twitterda mana yezib qo'ydi mana naqdimida. Twitterda ko'ralaysa. Tibetliklarning bizga o'xshamaydi. Tibetliklarning azaldan dunyo ko'tarib chiqqan butun Amir xalqi cho'qindi desam bo'ldi. Inday hurmat qilgan Dalay Lamasi bor. Bizda bir odam yo'q.
Ha, bunda bir adam yok. Hani bunu çıksak bu doğruluk buldu. Bunu bir ağzına söhbet kete kaldı. Bunun sözde kaldı yarım saat gidiyordu. Dedikan aşağıya çıkarıp koyup men dikkat qilmoqki uyetin programın oldida Twitter qarasam turdi bu narsa. Şu xabarimiz bormi yo'qmi belki anglag'uchlarmi. Xabarda bütün xabarini ko'rib turman. Men deyman kuniga 7-8 soat xabar anglayman. Yeni shu Amerika, Xitoy to'g'riliq chiqqan Xitoycha kitob bo'lsin, Amerikacha kitob bo'lsin, hammasidagidek o'qib turman. Kuniga men bütün materiallarni o'qiyman, to'xtamayli material o'qiyman. Har kuni atgan 100 bet kitob o'qiyman dedim. U atganda namozdan qopla kafene kelib, u meni xeyli uzun bo'lib ketdi. 100 bet kitob o'qiyman har kuni atgan. 1,5 soat o'qisam 100 bet o'qiyman. Shu har kuni atgan o'qiyman. Hamma yerdan bir nima qil. Yig'ish to'g'in, bir ideyangni yig'ib, bir nima qo'ygan chiqsaq bo'ladi. Bu yana bir qatam suhbat qilamiz qani Bo'ldi. Unda olsa bugungi suhbatimiz mishagicha bo'lsin. Mavlanka rahmat. Bugun qimmatli vaqtingizni chiqarib yangi uchurlar bilan xalqimizga yangi uchurlarni sundingiz. Ya'ni yangi suhbatlarni oldimizga olib boramiz. Yakshanba kuni alohida bir program o'rlashtirdik. Yakshanba kuni Gollandiya vaqti atdigan soat 9:30. Nima vaqti? Gollandiya vaqti soat 11:30 da. Bu programmaning asosli temasi Uyg'ur restoranchiligida kimlik kirisi deb. Hamda hozir bu diasporada qaryapmiz. Bu Uyg'ur oshxonalari, Uyg'ur restoranlarida Şinjan tashviqoti bek kuchayib ketyapti hozir. Nurg'unlagan davlatlarda, Sharqiy Yevropalarda qurilib hozir hamda shu Şinjan tashviqoti bek kuchayib ketdi. Ondan boshqa Amerikalarda, Yevropa nimalardan bor ko'ryapmiz, nurg'un narsani yozyapmiz, e'lon qilyapmiz. Bu qatman alohida bir program qildi. Bu programga hamda ikki oshxona xo'jayinini taklif qildik. Ular bu anikendan jamiyatshnos professor Abdusjal Qorliq muallim bor. Bu da uchimiz yakshanba kuni suhbat olib boramiz. Vaqtni o'rlashtiraman, yana shu atagan ara o'rlashtirdik. Shuning uchun yakshanba kunlik programmamizga diqqat bergaysizlar. Biz bugun suhbatimiz mishagicha bo'lsa, Mavlanka qolganda yana ikkilar qatimliq suhbat ko'rishamiz. Hammanglarga Allohga emanet. Xo'sh, hammanglarga Alloh omonat.